Grafikda Robinhood aksiyasi. Nimaga aynan Robinhood aksiyasi investitsiya g'oyasi sifatida berilmoqda? Birinchidan, texnik jihatdan kompaniya aksiyasi 150 dan qariyb 70 gacha tushib ketdi. Bu kelinglar ko'ramiz necha foiz ekan. Ya'ni 50%. 50%ga kompaniya aksiyasi tushib ketdi. Endi 26-yil fevral oyidan mana qariyb hozirgi mana may oxirigacha 5 oy davomida instrument nakopleniyada turibdi. Ya'ni uni 80 va pastki qismlari $70 atrofida narx turibdi, то есть nakopleniyada. Endi mana shu 80 narx darajasi buzilishini kuzatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni instrument mana shu уровеньga kelganda va uni buzib chiqqandan keyin impulsный движение va longovый zonaga o'tishni kutamiz. Endi 80 dan 150 gacha potensial qariyb 80%. Ya'ni investitsiya g'oyasi sifatida 80%lik o'sishni kutishimiz mumkin bo'ladi. Robinhood aksiyasi kuzatamiz. Hammaga rahmat.